أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'raf suresi 8. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Bizning oyatlarimizni inkar qilgan, bu oyatlar bilan qilingan vaz-nasihatlardan yuz o'rgan kofirlarga kelsak, ularga oldi bilan bayashatlikning eshiklarini ochamiz. Shuning bilan ular o'ziga ishinib ketib, texmo haddidan oshadi. Ondan ularni o'ylab baxmagan tarafdan tuyuqsiz jazolaymiz. Bu Allah'ның oyatlarini inkar qilganligining jazosidir. Bizning oyatlarimizni inkar qilgan kofirlarga muhlat beraman. Ular qilmishlarining jazosini tatmaymiz deb gumon qilib, kufrda va zo'rliq so'mbuluqda texmo haddidan oshadi. Shuning bilan ularga beriladigan azob hassilab ko'payadi. Mening tadbirim haqiqatan kuchlidir. Azobim qattiqdir. Mening azobimga kuch bilanmi, hiyli bilanmi hech kim taqobil turolmaydi. Bizning oyatlarimizni inkar qilgan ashu kofirlar Muhammad alayhisalomning majnun emasligini, aqli joyida ekanligini o'ylab baxmadimi? Ular aqlini ishlatmadimi? Holbuki Muhammad alayhisalom ularni iymon etmasa, Allohning azobiga uchraydiganligi haqida faqatla ogohlantiruvchi va ularga samimiy nasihat qiluvchi payg'ambardir. Ashu inkarchilar Allah'ның osmonlardagi va zimindagi hamma narsaning egisi va hammani boshqarib turuvchi ekanligini namoyon qilib turadigan koinot alomatlariga, Allah yaratgan maxluqotlarga nazar solmadimi? Ular yuqoriqilarga tafakkur ko'zi bilan nazar silib, ibrat ilib, o'zlarining ajali yiqilishib qolganligining mumkinligi va kofirlik holatida o'lsa oxiratda Allohning qattiq azobiga duchor bo'ladiganligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular Qur'onning ogohlantirishiga ishonmasa, boshqa qaysi ogohlantirishga ishonadi? Allah kimni ozdirsa, uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah ularni o'z kofirligida qo'yib beradi. Ular bo'lsa tengriqab yuradi. Ey payg'ambar, Makkalik kofirlar sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Ularga aytqinki, qiyomatning qachon bo'ladiganligi haqidagi ilm faqat Allohning dargohidadir. Uni faqat Allah o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomatning vaqti osmonlarning va zaminning ahliga maxfidir. Uning vaqtini Allohga eng yaqin payg'ambarmi va eng katta farishtalarmi bilmaydi. U sizlarga faqatla tuyuqsiz keladi. Ular go'yo sen qiyomatning vaqtini bilishga hirisman bo'lib ketgandek, uning vaqtini sendan so'rashadi. Ularga aytqinki, qiyomatning vaqti to'g'risidagi ilm osmonlar va zamindagi barliq g'ayblarni bilguchi Allohning dargohidadir. Lekin insonlarning to'lisi qiyomatning vaqtini Allohdan boshqa hech kim bilmaydiganligini bilmaydi. Ey payg'ambar, aytqinki, Allohning xolig'idan boshqa o'zimga foyda yetkazish, o'zimni ziyondan qo'g'dab qilish mening qo'limdan kelmaydi. Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, o'zimga ko'plab foyda keltirishning sabablarini qilgan va ziyon zahmat kelishdan burun uningdan saqlangan bo'lardim. Men faqat Alloh sizlarga avatgan bir payg'ambarman. Mening ishim sizlarni Allohning azobidan ogohlantirish, Allohga iymon etgan, mening payg'ambar ekanligimni e'tirof qilgan va islom shariati bo'yicha amal qiladigan kishilarga jannat bilan xush xabar berishdir. Alloh sizlarni Odam alayhisalomdan iborat bir jondan yaratgan, uning unsi ulfat elishi uchun ayolini uning o'z tipidan yaratgan zotdir. U ayoli bilan yaqinchilik qilgandan keyin ayoli yenikkina homildor bo'ldi. Bu homildorlik oxirlashib, ayolining tug'uti yaqinlashgandan keyin ayol ikkalan Rabbi Allohga, agar bizga bijirim farzand ato qilsang, albatta biz sening bu ne'matingga shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah u ayol ikkisiga bijirim o'g'il farzand ato qilibdi. Ular Alloh o'zi yaratgan ashu farzand to'g'riliq Allohga sheriklarni qilib oldi. Bu farzandni Allohdan boshqaga cho'qinadigan qilib yetishtirdi. Halbuki Allah har qanday bir sherikdan albatta pokdir. Ashu mushriklar hech narsani yaratolmaydigan, balki o'zlari yaratilgan ashu ojiz narsalarni Allohga sherik qilib olamdi. Halbuki u narsalar na cho'qing'uvchilarga yordam berishga, na o'zini ziyon zahmatdan qo'g'dashga qodir emas. U narsalar cho'qing'uvchilarga biror foyda yetkazolmasa, yoki ularni ziyondan qo'g'dab qolinmasa va yoki o'zini qo'g'diyolmasa, bu mushriklar qandoqmi u narsalarga cho'qinadi? Qandoqmi u narsalarni Allohga sherik qilib oladi? Bu o'p-ochiq ozg'unlik, uchiga chiqqan aqlsizlik va o'ziga zulm qilganlik emasmi? Ey mushriklar, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan ashu butlaringlarni to'g'ri yo'lga da'vat qilsanglarmi, ular sizlarning da'vatinglarni anglamaydi va sizlarga ergashmaydi.
Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, ular uchun bari birdir. Chunki u narsalar sizlarning da'vatinglarni anglamaydi va sizlarni ko'rmaydi. Hech kimni hidoyat qilolmaydi va hidoyatni qabul qilolmaydi. Ey mushriklar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaringlar sizlarga o'xshashla Alloh yaratgan maxluqotdir. Agar sizlar u narsalar cho'qinishga arziydi degan gumoninglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar ularga duo qilib beqinglar. Ular duoyinglarni ijobat qilib boqsin. Agar duoyinglarni ijobat qilsa, tilagininglarni beralisa, sizlarni rostchil degili bo'ladi. Agar sizlarning tilagininglarni berolmasa, sizlarning Alloh nomidan yolg'onni to'qigan yolg'onchilar ekanliginglar oshkorlangan bo'ladi. Bu butlarning sizlar bilan mengib hojitinglarni ravo qilib beradigan putlari bor. Yoki ularning sizlarga bir narsa uzata oladigan yoki sizlarga yomonlik qilmoqchi bo'lganlardan sizlarni to'sib qola oladigan qo'llari bor. Yoki ularning sizlar ko'rmaganni ko'rsatib qo'yadigan ko'zlari bor. Va yoki ularning sizlar anglamagan narsalarni anglab sizlarga xabar beradigan quloqlari bor. Sizlar cho'qinayotgan bu ilohlaringlar yuqorqi ishlarni qilolmasa, sizlar ularga nimishqa cho'qinisizlar? U narsalar sizlarga biror foyda keltira olamdi yoki sizlarni ziyondan qo'g'dab qola olamdi? Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, sizlar Allohga sherik qilib olgan shu butlaringlarni chaqiringlar. Andin menga qarshi hammanglar birlashib, azroqmi muhlat bermay qo'linglardan kelishchi ziyonkashlik qilib beqinglar. Men sizlarning atalmış ilohlaringlarga qilchi parvo qilmayman, chunki meni Alloh qo'g'daydi. Shaksizki, meni qo'g'daydigan, menga yordam qiladigan egam, menga Qur'onni nozil qilgan Allohdir. Alloh bandalarining ichidagi solih kishilarga egidorchilik qiladi. Ularga yordam qiladi va ularni dushmanlardan qo'g'daydi. Ey mushriklar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan shu butlaringlar sizlarga hargiz yordam berolmaydi. Hatto o'zga yordam berolmaydi. Ey payg'ambar, agar sen butlarni hidoyatga da'vat qilgan taqdirdami, u narsalar da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular hech narsani ko'rolmaydi. Chunki u narsalarni ko'rish iqtidori yo'q. Ey payg'ambar, sen va sening qavming kishilarning yaxshi amallariga va axloq fazilatiga ahamiyat beringlar. Ularning kamchiliklarini afu qilinglar. Ulardan o'zga og'ir keladigan ishlarni talab qilmanglar. Agar talab qilsanglar, ularni qochirib qo'yisizlar. Kishilarni barcha go'zal axloqqa va yaxshi amalga buyuringlar. Nodonlar bilan tang bo'lmanglar. Aqlsizlar bilan talash-tortish qilmanglar. Ey payg'ambar, agar shaytondan seni g'azablanishga kuch kiritadigan yoki yaxshilikdan sovib ketishga chaqiradigan va yoki yomonlikqa undaydigan biror vasvasani his qilsang, darhol Allohga sig'inib panoh tilegin. Chunki Alloh barliq gap so'zlarni anglab turg'uchidir, hamma ishni bilib turg'uchidir. Allohdan qo'rqadigan, uning buyurganlarini o'rindash va to'sqonlardan yenish orqali onunğa taqvodorlik qiladigan kishilar shaytonning vasvasasiga uchirsa, Allohga ibodat qilishning va tavba qilishning zarurligini esiga oladi-da, gunoh ma'siyat sodir qilishdan saqlanadi. Ozg'unlar shaytonlarning do'stlaridir. Jin shaytonlar odamiy shaytonlarni ozdirishdan qat'iy to'xtab qolmaydi. Odamiy shaytonlarmi jin shaytonlarning nayranglariga agishdan to'xtab qolmaydi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga sen o'zingning haq payg'ambar ekanligingni isbotlash uchun ular talab qilgandek bir mo'jiza keltirmasang, ular o'zingni o'ydirib chiqsang bo'lmamdi deyishidi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, xohlagan mo'jizani keltirish mening qo'limdan kelmaydi. Chunki uni Alloh ato qiladi. Men faqat Rabbim tarafidan menga vahiy qilingan Qur'onga amal qilaman. Alloh meni shuningga buyurdi. Men sizlarga o'qib berayotgan bu Qur'on Rabbinglar tarafidan kelgan dalil pokitdir. Müminlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bayon va ularga ato qilgan rahmatdir. Ey insonlar, Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan jim turib anglanglar. Ey payg'ambar, Rabbingni chin ixlos bilan yilingan va aymangan holda atiganda oqshomda yot etib turg'in. Ovozingni yuqorima emas, bak tuvanma emas, o'ttira halqig'in. Sen hargiz Allohni yot etishdan g'aflatda qolg'uvchilardan bo'lmag'in. Rabbingning dargohidagi farishtalar uningga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Uningga mukammal itoat qiladi. Kech-kunduz uningga tasbih aytadi. Uni noloyiq sifatlardan pok deb madihiyalaydi va uningga ibodat qilib sajda qiladi.